Kecha bir efirga kirsam, bir manqurt Alloh yo'q, bo'lsa ko'rsatgin, bir yoki bir karomatini ko'rsatgin deb valdiraklab yotibdi. Mana shu videoni TikTokdan ko'radigan shunga o'xshaydigan insonlar. Men sizlarga bir TikTok bo'yicha isbotlab beraman-da. Men TikTokka shuncha video qo'yaman. Videomni juda ko'pchilik insonlar ko'radi, lekin orasiga shunaqa insonlarni Alloh taolo ko'ngliga soladi, qalbiga soladiki, mana shu insonga bir yordam ber, podдержка qilgin deydi. O'sha insonlar videomga like bo'lsa, podpiska, repost, kommentariya bo'lsa, qo'lidan kelgancha maksimal darajada podдержка qiladi. Bu ham bir Allohning karomati. Men shu paytgacha nima narsaga erishgan bo'lsam, Allohdan deb bilaman. Sababchisini bandalar qilib qo'yadi xolos. Ko'pchiliklar menga odamlar yordam beryapti, odamlar pul beryapti, yo podдержка qilyapti. Yo'q. Alloh taolo mana bu yerga o'sha insonlarning qalbiga solmasa, bandasining qo'lidan hech narsa kelmaydi. Milliard puli bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, imkoniyati bo'ladimi, qo'lidan kelmaydi. Jonlaring sog' bo'lsin, Abdush hurmatli asarjigarlarim. Hammalaringga kattadan katta rahmat. Assalomu alaykum.